Barchaga salom. Bugun ELS kitobining Advanced Passage'dan 4-darsni birgalikda bajaramiz. Unda boshladik. Cranberry bu klyukva mevasi ekan, qizil va dumaloq meva hisoblanar ekan. Before the Europeans set foot on North American soil, the Native American inhabitants of the continent were already well versed in the harvesting and preparation of the cranberry. Demak, yevropaliklar Shimoliy Amerika tuproqlariga birinchi bora qadam qo'yishidan oldin o'zi tub aholi, ya'ni tub aholi hindlar, bu qit'adagi hindlar tub aholi allaqachon kranberilarini tayyorlash va o'rib olishda yaxshigina tajribaga ega edilar. Demak, to be well versed in degani judayam skilled bo'lmoq biror narsaga. Mana A'dagi so'zimiz definition bo'la oladi. Be skilled or experienced in. Hop. The round red berries grew wild in marshes and bogs along the east coast. Demak, qizil dumaloq bu mevalar, demak, sharqiy sohil bo'ylab nimalarda, nam yerlarda va botqoqlarda yovvoyilarcha o'sar edi. Although not unknown in England, cranberries were effectively introduced to the pilgrims by the Indians who used them for medicine or dyeing as well as food. Demak, Angliyada bu kranberilar umuman notanish bo'lmasligiga qaramasdan hindlar tomonidan pilgrimlarga judayam tanishtirildi bu kranberilar. Bu hindlar ulardan meditsina, ovqat bilan bir vaqtda bo'yoq va meditsina uchun foydalanishar edi deyapti. Demak, pilgrims bu F'dagi so'zimiz definition bo'la oladi. Demak, 1620-yilda Amerikaga o'rnashgan va diniy guruhlar a'zosi birinchi ingliz odamlari ekan. Demak, biz buni ziyoratchilar deb ham tarjima qilib olsak bo'ladi. Hop, the early settlers called the berries cranberries because the white blossom and stem resembled the head and neck of a crane. Demak, birinchi ko'chmanchilar uni bu mevani turna mevalari deb atashgan, chunki uning oq gullari va bandi xuddi turnaning bo'yni va boshini eslatardi va o'xshar edi. The Indians taught the pilgrim to crush the berries with stones, combine them with dried meat and fat drippings, and form small cakes out of the mixture. Demak, hindlar ziyoratchilarini, birinchi ingliz odamlarini bu mevalarni toshlar bilan yanchishni, quritilgan go'sht va go'sht so'llari bilan aralashtirishni va bu aralashmani dan tortlar yasashni o'rgatishdi. Tortlar tayyorlashni o'rgatishdi. Hop, bu yerda fat drippings degani go'sht so'li deb yoki yog' so'li deb tarjima qilib olsak ham bo'ladi. Hop, bu yerda bu so'zimiz definition bo'ladi. Ya'ni liquid that comes from meat when it's cooked. Qachonki pishganda go'shtdan keladigan suyuqlik. O'zbek tilida go'sht so'li deb aytamiz. Xo'p, demak, these cakes, bu tortlar, called pemmican, kept well and could be eaten throughout the winter. Demak, bu tortlar pemmican deb atalgan, yaxshi saqlangan va qish bo'ylab iste'mol qilingan. Americans have been devising new cranberry concoctions even since. Shundan beri amerikaliklar bu mevalarga yangi retseptlar o'ylab topa boshlashdi deyapti. Devising degani think out va plan so'ziga to'g'ri keladi. O'ylab topmoq degan ma'noda. Hop, and in the state where the pilgrim force harvested berries growing abundantly in the wild, the fruit has evolved into a viable commercial crop. Demak, pilgrimlar
Yovvoyilarcha judayam serhosil bo'lib o'sayotgan bu mevalarni birinchi marta o'rib olgan joylarida bu meva judayam foydali savdo ekini bo'lishni boshladi. More than half of the cranberries eaten in the USA today are grown on Cape Cod. Demak, AQShda bugungi kunda iste'mol qilinadigan bu kranberilarning yarmidan ko'prog'i Cape Codda yetishtiriladi. The berry is also an important crop in the states of New Jersey and Wisconsin. Demak, bu meva shuningdek Wisconsin, New Jersey shtatlarida ham judayam muhim ekin. Cranberries are grown in cooperation with nature in a manner that our immigrant and Native Americans ancestors would recognize and applaud. Demak, bu mevalar judayam tabiat bilan birga hamkorlikda yetishtiriladi va bu holatda yetishtirishini bizning immigrantlarimiz yoki Amerikani tub ajdodlari ko'rgan bo'lganda judayam olqishlagan bo'lardi deb aytyapti. Pesticide use is minimal, instead gives with the bugs and the swallow harvest the unfriendly bugs. Demak, persidis judayam oz miqdorda ishlatiladi. Persidis bu nima? Bu ximikat hisoblanar ekan, ya'ni zararkunandalarni o'ldirish uchun foydalaniladigan. Xo'p, bu hozir buning definitionni sizlarga ko'rsataman. Mana ovdagi turgan so'zimiz sinonim bo'la oladi, definition bo'la oladi. Xo'p, demak, judayam oz ishlatiladi, minimal ishlatiladi. O'rniga, instead o'rniga g'ozlar, demak, botqoqliklardagi yovvoyi o'tlarni yeydi, qaldirg'ochlar esa zararkunanda hasharotlarni terib yeydi. Some growers also place beehives near the bugs to promote pollination. Demak, ba'zi meva o'stiruvchilar, shu mevani o'stiruvchilar shuningdek asalari uylarini botqoqliklar yaqiniga joylashtirishadi, ya'ni changlatishni yaxshilash uchun. Pollination degani changlatish hisoblanadi. Xo'p, demak, R harfimizda turgan so'z esa definition bo'la oladi pollinationga. The berries are proof that organic farming, like Thanksgiving, is a short part of our heritage. Demak, organik fermaga judayam bir yaxshigina dalil bo'la oladi bu mevalarni o'stirish. Xuddi Thanksgivingga o'xshaydi. Ya'ni bizning qadriyatlarimizni, bizning merosimizni yaxshigina bir namoyandasi, yaxshigina bir qismi hisoblanadi deyilyapti. Thanksgiving bu AQSh va Kanadada nishonlanadigan public holiday, minnatdorchilik kuni deb ham tarjima qilishimiz mumkin. Harvested in September, fresh berries are readily available throughout the country in the field. Demak, sentyabrda o'rib olingan toza mevalar kuzda mamlakat bo'ylab bo'ladi. Mamlakat bo'ylab kuzda paydo bo'ladi, yaroqli bo'ladi, iste'mol qilsa bo'ladigan tayyor holda bo'ladi deb tarjima qilaveramiz. The fruit will keep between 4 or 8 weeks if refrigerated when bought. Demak, meva 4 va 8 haftagacha saqlansa bo'lar ekan, agar u sotib olib kelinganda xolodilnikka solib qo'yilsa yoki sovutib qo'yilsa. Xo'p, like most berries, they should never be washed until just before use or they'll spoil. Demak, boshqa mevalarga o'xshab bu cranberrylar ham ular foydalanishdan oldin yuvilsin, undan oldin yuvilmasin deyapti. Aks holda ular eskirib qoladi.
Xo'p, demak, birinchi mashqni o'zingiz bajarasiz, keyingi ikkinchi mashqni birgalikda bajaramiz. When the cranberry was introduced to the English by the Indians, people in England, demak, qachonki hindlar tomonidan inglizlarga bu mevalar tanishtirilgan paytda Angliyadagi odamlar were already growing and harvesting, allaqachon uni o'stirardi va o'rib olishardi deyapti. Bu javobimiz noto'g'ri hisoblanadi. Ular u haqida qisman bilishgan, slightly va judayam oz miqdorda bilishgan. Mana bu yerda aytgan. Garchi umuman bilmaydi deyolmasak ham deyapti, hindlar tomonidan tanishtirildi bu deb aytib o'tib ketilyapti. Bu degani ular yetishtirib o'rmas edi undan oldin. Already knew how delicious and useful it was. U qanchalik shirin va foydali ekanligini bilishar edi. U birinchidan bu mevani delicious emasmi bu haqida tekstda gap berilmadi va buni ular bilmas edi. Bu haqida aytilmagan. Immediately realized its viability as a commercial crop. Demak, savdo ekini sifatida judayam tez tanildi deyapti. Immediately bo'lmadi bu. Oldin uni bilishdi. Hindlar rosayam yaxshilab o'qitishdi uni qanday yanchish kerakligini va undan qanday aralashmalarga ajratib tortlar tayyorlash kerakligini indianlar o'rgatdi. Immediately ular bilishmadi. Were only slightly aware of its existence, uning mavjudligini ozmoz bilishar edi. Shu javobimiz to'g'ri hisoblanadi. Used it for medicine and dyes as well as ovqat bilan bir qatorda bu yog' va meditsina uchun foydalanishgan. Buni Englanddagilar emas, buni indianlar shu sifatida foydalanishgan. False hisoblanadi. According to the passage, cranberries are long lasting. Demak, tekstga ko'ra cranberrylar bular Xo'p, uzoq turadi deyapti. Nima uchun? Just like boshqa mevalarga o'xshatilmadi. Faqatgina boshqa mevalarga o'xshab, uni iste'mol qilishdan oldin yuvilsin, undan oldin yuvilmasin deb aytib o'tib ketildi. Lekin uzoq turishi boshqa mevalarga o'xshatilmadi. If kept in a fridge after purchase. Demak, sotib olingandan keyin bir xolodilnikda saqlansa uzoqroq turadi. Bu javobimiz to'g'ri. Bu yerda purchase emas, bought bilan berilgan. Mana. Xo'p, if they are bought frozen, agar ular muzlatilgan holatda sotib olinsa deyapti. Yo'q. Not as long as they are, ular yuvilishi bilanoq yuvilmasin deb aytildi. Faqat iste'mol qilish yoki ishlatishdan oldin yuvilish kerak dedi. But only available in, faqatgina kuzda yaroqli bo'ladimi? Qish ham ular tortlar tayyorlab iste'mol qilishadi. Bu javobimiz noto'g'ri. The writer states that cranberries are grown. Demak, yozuvchi shuni aytadiki, cranberrylar o'stiriladi. In the same way as the Native Americans grew them. Demak, tub aholi amerikaliklar ularni o'stirgandek bir xil yo'lda o'stiriladi deb aytilyapti. Lekin bu haqida bizga tekstda gapirilmadi. Not given in a way which utilizes but doesn't harm the natural environment. Demak, tabiiy atrof muhitga zarar yetkazdirilmagan holatda o'stiriladi. Bu javobimiz to'g'ri. Chunki buni aytib o'tib ketildi. Tabiat bilan birgalikda cooperation qilib o'stiriladi deb aytildi. Shuning uchun B javobimiz to'g'ri. In places which are specially chosen for their bird population. Qushlarning populatsiyasi haqida umuman gap ketmadi tekst bo'yicha. Faqatgina qaldirg'ochlar va g'ozlar o'tlarni yeydi, qaldirg'ochlar zararkunandalarni yeydi deb aytildi xolos. Specially to be eaten at Thanksgiving. Demak, minnatdorchilik kunida maxsus yeyilishi uchun o'stiriladi deyapti. Yo'q, faqat Thanksgivingga o'xshab, judayam bizning qadriyatimizga mos buni yetishtirish, organic farming bo'lganligi uchun deb aytildi. By people who are also beekeepers. Demak, asalari yetishtiradigan insonlar tomonidan grown
qilinadi, yetishtiriladi deb aytilyapti. Yo'q, asalari uyalarini yaqiniga qo'yib qo'yadi botqoqliklarni yaxshi changlatish uchun deb aytildi, xolos. Demak, bugungi darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.